Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气犯罪，是讲实际。Ağırlık kanık çürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash yigit xizmati. Müşk yigitning mashina müşk yigitga taqobil turishi. Hay, qaltis bo'ldi. Tangdoysiz qo'ydi sahrshi. Ye, Ushqur aylanma. Mening yanchi sakrishimni ko'ringlar. yaxshi qildinglar birodarlar. Endi biz birlikda otlanaylik. Voy. Oh. Oh, opla. Oh, sen onu itib bevosita mening gulligimga kirgizib yotding-ku. Bu yerda ekan. Qiziq ish, ular qiyni. Nega mekib oldinglar? Unda qilmasanglar-chi. Kiri bilan Emma buni tashlab qo'ymaydi. Bu nimadi? Tokyo'ni taxtisi ekan-ku. Bu cho'qim Romeoning qilgan ishi. Bu uxlash kimlik azmatlarga berilgan bir vazifa bo'pti. Ma'qul, oramizga birsiga berilgan vazifa. Men otlangan bo'ldim. Singib kirib ketiga. Qiziman dunyoni. Shaharda har kuni kechida irodasi kuchli bir azmat taxt bo'lib turadi. U jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Konno bo'lsa, Men müşk yigit. Uxlash kimlik azimat keldi. Yaxshi, kontrol qilish sistemasi. Bu nima? Mashina odamning ekanda. Romeo ishkaliga bilatim zodi. Anzirmanglar birodarlar. Müşk yigit hozir sizlarni qutqizg'il boradi. Uzun quloq. Nega ketganda cho'qim rayaga tushirib qo'ydim. Seni topdim. Yonchug'imga sog'inib iniq tursa. Romeo, sen do'stlarimni nima qilding? Ular bu yerda. Biroq ular hozir men uchun xizmat qiladi. Nima? Müşk yapılan qiz, patmichiq polvon. Derhal Romeo'dan ayrılinglar. Qo'shilmayman. Biz hozir faqat Romeoning bayrog'ini anglaymiz. Ajib g'alit turdi-ku. Müşk yigit. Ha? U yerda ko'ydagi ishnimi yo'q? Yo'qmi? Undaqda biz bu sirliq joyni yo'ritib boqaylik. Yo'ngtab qo'yib berilsin. Nima? Kiri, Emma. Biz sirtda o'ynayotganda ular bizni tutib oldi. Ularning alayda iqtidori bo'lmag'achqa nihoyat oson tutib oldi. Agar sizlar qafasda bo'lsanglar, ular kim emisa? Ularga yaqinlashma müşk yigit. To'xta. Kontrol qilish sistemasi ularni mashina odam degan. Ular patmichiq polvon bilan müşk yapılan qiz emas ekan. To'g'ri. Biroq sen shular shu deb o'ylab qolding. Amaliyotda ular kishining aqli yetmaydigan taxlidiy mashina odam. Agar mening Tokyo'li taxtam yutib ketmagan bo'lsa, senmi ularga o'xshash bo'lib qolarding? Tokyo'li taxtisi dedingmi? Mushshimi? U mening. O'zingga ancha ishinib ketma ostonchoq. Mashina müşk yapılan qiz bilan patmichiq polvon senimi hozirla qafasga solaydi. Men shundala dunyoga ega bo'la olayman. Sizlar meni to'siyolmaysizlar. Yigit bizni chiqarib aytgan, biz senga yordam qila olamiz. Sizlarning alayda iqtidoringlar yo'q bo'lsa bo'lmaydi. Ansirmanglar. Men seni uxlash kiyiminglarni olib kelaman. Buni istayotamsan ostonchoq. Voy, mau ishni. Shunda, bu mening bo'ldi. Ya'ni seningmi bu? Ularning alayda iqtidori müşk yapılan qiz bilan patmichiq polvonga o'xshaydi ekan bu. Yo'q, ulardan ko'p kuchli. Qani buni ko'rib boq. Texnik kuchli iqtidor? Bu odil bo'lmadi. Sen rost gapni qiloy-ya. Men nurg'un yil sarf qilib ijod qilgan alayda kompyuter bilan ularni kontrol qilaman. Mening mashina odamlarimni hech kim to'siyolmaydi. Men shunday. Mening quyruqim to'nglab qopti. Bu faqat vaqtliq. Sal turib seni qafasga solab qo'yaman. Navbat senga keldi, mashina patmichiq polvon. Mashina odam uni tutib Tokyo'li taxtisini menga akilib ber. Quyruqim endi sezyotdi-ku. Avtomatik haydalsin.
Aha. Acayip qiziq bo'ladi ekan. Uni qagishinglar. Mening o'yin o'ynagandek vaqtim yo'q. Yo. Ha. Hop. Oh, tez bir chetga o't. Men ko'ramadim. Mushuk mashinasi, mushuk ovoz to'lqinni qo'yib-ba. Oh! Yalnız ikkisiga taqobil turish menda xizmat uchun hech qancha gap emas. Bardosh beringlar birodarlar. Ajoyib mushuk yigit sizlarni qutqizib boradi. Darajadan tashqari ushqir mushuk. Ishonamanki, mushuk yigit cho'qim mamraqlarni qutqizg'ili qaytib keladi. Shu sizlar o'shar bilinglar. Qirg'ini, ular mushuk yigitning mashinasini tortyapti. Ular uni nima qilgandi? Cho'qim bizning unga yordam qilishimizni kutyapti. Alohida iqtidorimiz bo'lmasa, biz cho'qim qila olamiz. Biz hozir qapasga solinib qoldik. Chosh qisqichingni mo'bi. Bu bizga yordam bera oladi. Men uning bilan qulupni ocha olmayman. Birodarlar, nima qilyapsizlar? Men qulub deyapman, shundan biz qochib ketalaymiz. Hech o'ylamay turinglar. Alohida iqtidoringlar bo'lmasa, yana mushar bexatar. Hozirla chiqib ketalaymiz. Ozli qoldi. Uning ustiga bizga alohida iqtidor kerak emas. Oldirmanglar. Men sizlarni uxlash kiyiminglarni akilay. Mushuk yigitgan, buni darhol tutib kel. O, yomon bo'ldi. Ular seni boyqab qoldi. Ansirma, men mashina odamni ozdirib yetaman. Darajadan tashqari mushuk sakrishi. Oh, hech bo'lmaganda u menda. O patlıcı palvanın taqdasiz yuşurni shundan ish qildi. Ha, men buni yutirib qo'ydim deb o'ylagan. Sen menga kerakli narsani tepib olibsan. Bu bek yaxshi bo'ldi. Endi menda yo'qolib ketgan qismi bor bo'ldi. Mashina mushuk yigitni qo'zg'atoladigan bo'ldim. Hozir meni hech nima to'sayolmaydi. Uxlash kiyimlik azmatlar bitdi. Mana bitdi. Cho'qim amal topmasak bo'lmaydi. Yaxshi qildingmi mushuk yigit, biz chiqib sana yordam qilaylik. Sizlarga alohida iqtidor kerak. Men sizlarni uxlash kiyiminglarni akilay. Men bu knopkani bossamlar, mening mashina odamlarim buyruq kutadi. Qanqiyapman Romeo. Yo, nima? O'zingga tayanmoqchi ekansan-da bu ablah. Men nima ish qilib qo'ydim? Darajadan tashqari kompyuter qurashtirgan mashina mushuk yigit. Shu mashina odam bo'lsa bo'lmaydi. Dalsan. Bu aslanchaqni solab qo'y. Voy, bu bir obat bo'ldi-ku. Endi meni hech nima to'sayolmaydi. Geri bilan imma qutqizishga keldi. Nima? Mening mukammal mashina odamim. Ishqinglar u yerdan qanday qochib chiqdinglar? Faqat bir tal chosh qisqish bilan hayron qoldim-ku deyman. Alohida iqtidoringlar bo'lmasa-mu, ishkilinglar rost qo'l tiskansizlar. Rahmat. Arzimaydi. To'g'ri deb tikansizlar. Yordaminglarni boldiroq qabul qilsanglar. Ularni darhol tutinglar. Uxlash kiyimlik azmatlar o'tirib chiqdi. Sizlarmi qatnashinglar? Darajadan tashqari ushqirmishik. Mening Romeoni mag'lub qilishimga yordam qilish qoltis azmat bo'lishdimi ahamiyatli? Emma bo'lsa, men mushuk yapalaq qiz. Geri bo'lsa, men patlıcık polvon. bosh kiyimlik azmatlar. Biz Romeo'nun kompyuterini tartib etishimiz kerak. Uni yetib etsak mashina odamni to'siy olamiz. Amsi biz harakatlanaylik. Ularga yordamlash mashina mushuk yigit. Yo'q. Men patlıcık polvon. Qo'ysinglar, haqiqiy patlıcık polvonlar mushuk yapalaq qiz. Men haqiqiy mushuk yapalaq qiz. Men haqiqiy patlıcık polvon. Men. Qandaqroq aslanchaq. Ularni farq etamiding-ku deyman. Mashina odamning alohida iqtidori bo'lishi mumkin, biroq ular mening do'stlarimni do'riyamaydi. Mushuk yapalaq qiz, patlıcık polvon buni tutinglar. Meni qaranglar, ha? Yanchimonlar. Ushqur, aylanma. Ko'rdingmi Romeo? Qaysining do'stim ekanligini bildim. Alohida harakat, tayyorlig'inglar bitdimi?
Ularni to'sib ol. Ularni cho'qib to'sib ol. Mishhigi. Bu tahliliy narsalarning uxlaydigan vaqti bo'ldi, Romeo. Yo'q, darajadan tashqari kompyuterim buzilib ketdi. Sizlar mening umrlik kasbimni vayron qildinglar. Men sizlarni hasilab to'yligiziman, uxlash kiyimlik azmatlar. Biroq vaqtincha undaq bo'lmaydi. Chunki Romeoning qaltis kompyuteri buzilib ketdi. Romeo bizga yasabmagan bu modullar yomon emas ekan. Uxlash kiyimlik azmatlar, birlikda tantan qilaylik. Har kunda kechida o'zimiz dunyoni. Nima? Ular yana yo'qolib ketdi-ku. Birodarlar. Ha, qiziq bo'ldi-ya. Agar sen kunduzimi darajadan tashqari ushqir mushukni ishlatgan bo'lsang, bir narsa izlashga ko'p vaqt sarf qilmaydi. Shu emasmi? Agar patni chiqib qolgan uyushni astronomiya kishini hajati yo'q. Mayli, bizning iqtidorimiz bo'lsin bo'lmasin, bizga eng qaltis kollektiv uxlash kiyimlik azmatlar o'tirib chiqdi.